birinchi o'rindagi umumiy daromadlari esa 51 ming dollarni tashkil etyapti, deyarli 52 ming dollar. Aytaylik 20 o'rindagi inson ham bu joyda 15 ming dollarni yechib olgan. Birinchi o'rin uchun 2 ming dollar, ikkinchi o'rin uchun 1,5 ming dollar, 100 o'rinda olgan taqdiringizda ham siz 100 dollar mukofotga ega bo'lasiz. Ko'pchilik internetda pul ishlash mumkinligini bilmaydi. Forex haqida eshitganlar esa pul yo'qligi sababli bu sohani boshlashmagan. Aslida esa pul ham unchalik shart emas. XM brokerida siz hech qanday mablag' kiritmasdan savdoni sinab ko'rishingiz mumkin. Xato qilsangiz pul yo'qotmaysiz. XM brokerida aynan shunday imkoniyatlar mavjud. Pul yo'qmi? Muammo emas. Bu yerda siz bozorni tushunasiz, savdo qilishni o'rganasiz va bularning barchasi bepul. Buning uchun nima qilish kerak? XM brokeri tomonidan berilayotgan ushbu imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun albatta birinchi o'rinda quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi va bu imkoniyatdan to'laqonli foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz va hech qanday sarmoya kiritmaysiz, lekin pul ishlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilan JFX kanali, barchaga salom. Qanday qilib pul sarflamasdan pul mablag'ini ishlash to'g'risida bir boshidan hammasini sizga tushuntirib beraman. XM brokeridan ro'yxatdan o'tish uchun albatta link qoldiraman. Ushbu link orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ushbu quyida ko'rib turganingiz mening YouTube sahifam bo'ladi. Bu joyda istalgan videoning ostida XM brokerining haqiqiy linkini qoldirib ketganman. Ushbu ko'rib turganingiz XM brokerining shaxsiy kabineti hisoblanadi. Mana bu chap tomonda ko'rib turgan bir nechta tugmalarni mavjud. Buning eng pastidagini bosishimiz mumkin yoki mana bunisini musobaqalar tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Musobaqalar tugmasini bosamiz. Bu joyda bir nechta turlari mavjud. Birinchi o'rinda bepul tarzda ishtirok etishingiz mumkin bo'lganlarni tanishtirib o'taman va atigi 5 dollarga ishtirok etishingiz mumkin bo'lgani ham mavjud. Ushbu joyda har birining o'ziga yarasha shartlari bor. Ushbu shartlarni bajarishga to'g'ri keladi. Birinchi o'rinda ko'rib turganimiz bu 1 soat davom etadi musobaqa. Har soatda yangilanib boradi va bu joyda hech qanday mukofotlar berilmaydi. Faqatgina siz qanday savdoni amalga oshirishingizni va ko'nikmalaringizni isbotlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi mana bularga qatnashish maqsadim agar bo'lsa. Faqatgina bu 1 soat davom etadi. 1 soat davomida savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Ushbu joyda ma'lumotlar berilgan. Hozirgi vaqtda 365 kishi ishtirok etyapti bu 1 soatlik musobaqada. Ichiga kirib ko'rishimiz mumkin. O'ng tomonda kimlar birinchi o'rinda turgani va qancha foydada turganligini ko'rsatishi mumkin. Ularda hammasini istasangiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Va bundan tashqari mana bu joyda kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni berib qo'yilgan. Jami ishtirokchilar qancha, faol ishtirokchilari qancha bo'lyapti? Bu joyda 267 ta odam faol holatda ishtirok etyapti. Maksimal zarar ko'rish foizi 20% ni ko'rsatyapti. Ushbu joyda qo'shimcha ma'lumot berib o'tyapti. Bu ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz ham mumkin bo'ladi. Va ushbu shartlardan o'ta olmaganlar 111 kishini tashkil etib turibdi hozirda. Aytib o'tganimdek, bu joyda faqatgina mashq qilishingiz mumkin xolos 1 soatligida. Statistikalarni ko'rish mumkin. Ya'ni siz ishtirok etayotgan bo'lsangiz bu joyda ko'rinadi albatta. Maksimal kapital 1000 dollarni ko'rsatyapti. Zarar 8 dollargacha tushishi mumkin. Keyingi o'rinda kredit yelkasi 1 ga 100 bo'lish kerak. Dastlabki kapital 1000 dollar, hisob turi standart hisoblanadi. Keyingisi bu ham demoda amal qiladi va bu joydagi pul mukofoti 25 ming dollarni tashkil etadi. 7 kun davomida ushbu musobaqa olib boriladi. Ishtirokchilar soni 12 mingdan oshgan, ya'ni deyarli 13 ming kishini tashkil etyapti. Albatta buni ichiga kiradigan bo'lsak, faol ishtirokchilar kam bo'ladi. Nega? Aytib o'tgandek, ushbu foizni yo'qotganlar soni hisobiga ishtirok etayotganlar soni kamayib boradi. Demak, hozirgi holatda ushbu 7 kunlik musobaqada 4522 kishi faol holatda savdoni amalga oshiryapti. Aytib o'tgandek, birinchidagi jami ishtirokchilar soni. Bu joyda sovrin jamg'armasi mavjud emas, faqatgina umumiy qo'yilgan 25 ming dollar har hafta davomida o'tkazib boriladi. Statistikani bu joydan ko'rish mumkin. Xuddi shu 1 soatlik qanday bo'lsa, bu joyda ham xuddi shunday. Bir xil hisobda amalga oshirilishi mumkin. Hisob turi va kredit yelkalari to'g'risida ham mana bu joyda ko'rsatib qo'yilgan. Mukofot jamg'armasi tanishmoqchi bo'lsangiz, ya'ni mana bu joydan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi o'rin uchun 2000 dollar, ikkinchi o'rin uchun 1,5 ming dollar va hokazo kamayib boradi. Bu joyda 100 ta o'ringa mukofot mavjud. 100-o'rinda olgan taqdiringiz
qilganingizda ham siz $100 mukofotga ega bo'lasiz. O'ng tomonga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda turgan odam hozir $3555 ni tashkil etyapti hozirdagi balansda. Sovrin esa $2000 ni tashkil etadi. Agar ushbu o'rinni ushlab tura olsa, musobaqa yakunigacha. Musobaqa yakuniga esa mana bu joyda ko'rinib turibdi, 19 soat vaqt qolgan. Bu joydagi qo'shimcha savollar tug'iladigan bo'lsa, mana bu joyda bosishimiz mumkin. Barcha savollaringizga javob olishinglar mumkin bo'ladi. Demak, musobaqa nima degan savolga mana bu plus tugmasini bossangiz, to'liq ma'lumot berilgan va barcha ma'lumotlar mana bu joyda. Pullik musobaqa to'g'risida yoki bepul musobaqa to'g'risida hammasiga batafsil javob berib chiqilgan. Agar musobaqada, aytaylik, 7 kunlik musobaqada siz sovrin yutadigan bo'lsangiz, ya'ni pul mukofotini yutadigan bo'lsangiz, sizni hamyoningizga tushadi. Hamyondan bemalol Visa kartangizga yoki Humo Uzkartga yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar qanday balansingizni to'ldirishni yoki balansdan pul mablag'ini yechishni bilmaydigan bo'lsangiz, albatta bu to'g'risida video roligimiz mavjud, uni ham linkini qoldiraman. To'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi pullik musobaqa. Mukofotlar jamg'armasi nechta ishtirok etayotganlar soniga nisbatan aniqlanadi. Bu joyda bir kun davom etadi. Har bir ishtirokchi $5 dan mablag' kirgizadi va birinchi, ikkinchi va hokazo o'rinlar uchun sovrinlar ushbu ishtirokchilar sonidan kelib chiqqan holda pul mukofoti ko'tarilishi yoki tushishi mumkin bo'ladi. Buning ham ustiga bosishimiz mumkin va kerakli ma'lumotlar mana bu joyda ko'rinib turibdi. Pullik musobaqa boshqalarga nisbatan biroz farq qiladi. Mana bu joyda demak barcha ma'lumotlar berib qo'yilgan va statistika ham ko'rish mumkin. Bu joyda $1000 ni tashkil etyapti. Hisob turi ham o'zgarmaydi, bir xil holatda qoladi va mukofotlar jamg'armasini ham bu joydan ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni foiz jihatidan sovrinni olish mumkin bo'ladi. Mana shu joyda birozgina farq qilishi mumkin. Hozirda birinchi o'rinda turgan odam $9000 dan oshgan va $205 dan oshiqroq, ya'ni $206 deyarli sovringa da'vogar bo'lib turibdi. Ana endi ushbu musobaqaga qanday qatnashish kerakligi to'g'risida qisqacha ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, 7 kunlik savdo musobaqasiga qatnashmoqchimiz. Buning ustiga bosamiz va pastda mana bu joyda belgilashni boshlash tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu joyda qonun qoidalari bilan tanishganligimiz to'g'risida belgi qo'yamiz va qo'shilish tugmasini bosamiz. Qo'shilish tugmasini bosganimizdan keyin bizda mana bu joyda barcha shartlari to'liq bajarilmaganligi to'g'risida aytib o'tyapti. Ya'ni balansingizda eng kamida $50 mablag' bo'lishi kerak deb. Bu balans sizga hech qanday musobaqa davomida ishlatishga kerak bo'lmaydi, faqatgina balansingizda turishi kerak. Agar musobaqada istalgancha ishtirok etasiz, istalgan vaqtda ushbu balansni qaytib yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tgandek, qanday depozit qilish to'g'risida ko'rsatib o'tganman. Demak, balansimni to'ldiraman va ana undan so'ng qanday qilib qo'shilish kerakligini to'g'risida ko'rsatib beraman. Demak, men balansimni to'ldirib oldim. Yana qayta ushbu 7 kunlik musobaqani ustiga bosishimiz mumkin bo'ladi va ana undan so'ng belgilashni bosishimiz mumkin va barcha qoidalar bilan tanishganligimiz to'g'risida belgi qo'yamiz. Qo'shilish belgisini bosamiz. Qo'shilish belgisini bosganimizdan so'ng bizga mana bunday tayyor savdo uchun shaxsiy kabinetimiz ichida terminal ochib beradi, ya'ni brokerning o'zida savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Balansimiz $1000, kapitalda qanchaga o'sgan yoki tushganligini ko'rsatib turadi. Foyda, zararlarini barchasini mana bu joyda yuqori qismida ko'rsatib berib turadi. Qaysi valyuta turida savdo qilmoqchi bo'lsangiz, bu joydan belgilab topib olishingiz mumkin bo'ladi. Barcha valyuta parolari mavjud mana shu joyda. Va bu joyda xarid qilish yoki sotish tugmasi turibdi. Shu orqali ham bajarish mumkin bo'ladi. Take profit stop lossni qo'yish esa mana bu tugmani bosadigan bo'lsak ko'rsatib beradi. Shu joydan qo'yishimiz mumkin bo'ladi. O'ng tomonda esa barcha natijalarni ko'rsatib turibdi. Kimlar qanday savdoni amalga oshiryapti. Ochilgan pozitsiyalarni tarixini ko'rish pastki qismda yoki pozitsiyalarni yopish barchasini pastki qismdan bajarish mumkin bo'ladi. Misol uchun, xaridni bosib ko'rishimiz mumkin. Mana bu joydan ushbu holatda buyurtmani bajardik. Shu joyning o'zidan ham take profit stop loss qo'yish mumkin bo'ladi. TradingView sahifasida qanday ishlasa, bu joyda ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Mana bu joyda ko'rib turibmiz, stop loss. Ushbu holatda qo'yishimiz mumkin. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Take profitni ham xuddi shu holatda qo'yishimiz mumkin bo'ladi va tasdiqlaymiz. Va ko'rib turganingizdek, bizni orderimiz joylandi. Agar ushbu orderni yopib yubormoqchi bo'lsangiz, yopish tugmasini bosasiz va tasdiqlashni bosishingiz mumkin bo'ladi, darhol yopiladi. Va mana bu joydagi ko'rsatkichlar o'zgarib qoldi. Demak, barcha kerakli ma'lumotlarni berdim. Ushbu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari mana bu joydagi shon-sharaflarga o'tadigan bo'lsak,
eng yuqori o'rinda turgan insonlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va qancha mo'l mablag'larga ega bo'layotganlarning barchasini ma'lumotlarni ushbu joyda berib qo'ygan. Birinchi o'rindagi misolida ko'rib chiqishimiz mumkin, ya'ni 26 marta sovringa ega bo'lgan. 45 marta qatnashgan va undan 9 tasida g'alabaga erishgan. Umumiy daromadlari esa 51 ming dollarni tashkil etyapti, deyarli 52 ming dollar. Bu juda ham yaxshi natija. Bu joyda hech qanday pul sarflamayapti va shuncha mablag'ni yechib olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bular shunchaki statistika emas, haqiqiy har doim bu musobaqalarda qatnashib kelayotgan insonlardan hisoblanadi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, barcha statistikalar ko'rinib turibdi. Aytaylik, 20-o'rindagi inson ham bu joyda 15 ming dollarni yechib olgan. Aynan ushbu musobaqalar orqali hech qanday mul sarflamagan. Agar ishtirok etgan bo'lsangiz, bu joyda tarixni ko'rishingiz mumkin va sizni statistikalaringiz kelib chiqadi. Hozirda ushbu musobaqalar aktiv holatda. Bu imkoniyatdan shunchaki foydalanish kerak. Trading sohasini birinchi o'rinda o'rganasiz, qanday savdolarni amalga oshirish kerakligi to'g'risida va pul ishlash imkoniyati ham mavjudligini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video roligimiz mana shulardan iborat. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga ma'qul keldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar. Barchaga omad, xayr.